Assalomu alaykum hammaga. Siz xavotir, vahima, salbiy fikrlar kelganda hozirgi paytga, hozirgi onga qaytishni istaysizmi? Bunday bo'lsa, grounding texnikasi aynan siz uchun. Hozir biz sizlar bilan grounding texnikasining 5-4-3-2-1 usulini o'rganib chiqamiz. Xo'p, buning uchun nima qilish kerak? Eng avvalo bir joyga yaxshilab o'tirib oling va chuqur nafas olib, uzoq qilib chiqaramiz. Va bu harakatni yana bir marta takrorlang. Ana endi siz atrofingizdagi 5 ta narsani ko'rishga harakat qiling. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, u devorning yorig'i yoki devordagi dog', kiyimlaringiz, atrofingizdagi narsalar, mashina, gul, o'simlik, oyog'ingiz tagidagi yer. Nima bo'lishidan qat'iy nazar 5 ta narsani ko'rib sanang. Ana endi undan so'ng 4 ta narsani ovozini eshitishga harakat qilamiz. Hattoki jimjitlikda ham ovoz bor. Masalan, soatning chiqillashi yoki qandaydir sukunat tovushi, qandaydir mashina, uzoqdan kelayotgan mashinalarning ovozi. 4 ta narsani ishonamanki siz albatta topasiz. Bu hattoki sizni yuragingizni urishini ham eshitish mumkin. 4 ta narsani ovozini eshitasiz. Undan so'ng 3 ta narsani teginib, ya'ni tanangiz teginib turgan holatda topishga harakat qiling. Ya'ni tanangizga tegib turgan, siz his qilayotgan narsa. Bu bo'lishi mumkin kiyimingiz. Misol uchun mana bunday stolda o'tirgan bo'lsangiz, stolning yog'ochi yoki materialiga tegish. Qo'lingizdagi ruchka, oyoqlaringiz ostidagi yer. Farqi yo'q. 3 ta narsani teginib, uni nimaligini, materiali yoki nimadan ishlanganiga e'tibor beramiz. Undan so'ng esa 2 ta narsani hidini hidlashga harakat qiling. Bo'lishi mumkin bu atrofingizdagi qandaydir xonani hidi yoki o'zingizni sevgan atringiz yoki toza havoni hidi yoki havoda kelayotgan qandaydir hid. 5-inchisi esa bitta narsani ta'mini totishga, ta'mini tuyishga harakat qiling. Bu bo'lishi mumkin ertalab yurgan shipastangizning ta'mi yoki choy ta'mi yoki bo'lmasa juda topilmaganda og'izdagi neytral ta'mni ham siz his qilib tuyishingiz mumkin. Agar siz mana shu ketma-ketlikda mana shu mashqni bajaradigan bo'lsangiz, sizni miyangiz hozirgi paytga va hozirgi onga qaytadi. Sizda bo'layotgan jarayon, panический atakalar, xavotir hujumlari, yurak tez urib ketish bo'lgan holatlarda miya tinchlanadi va diqqat e'tiborini aynan hozirgi paytga qaytadi. Va siz mana shu harakatlarni takror qilish natijasida o'zingizdagi bu holatni ancha yengishingiz mumkin. Ishonamanki, bu sizga ancha yordam beradi. Video yoqqan bo'lsa, like va podpiska tugmasini bosishni unutmang. Va tanishlaringizga ham bu videoni yuborib qo'ying. E'tiboringiz uchun rahmat.